logistika sohasiga kirmoqchi bo'lganlarning 99% mana shu 3 ta xatoni ko'pincha qiladi. Agar siz ham logistika sohasiga kirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi xato bu ingliz tilini yaxshi bilmasdan turib yoki chala bilib turib ishga kirishga urinish. Chunki bu juda ham katta xato. Ishga kirib olib, o'rganib ketaman degan narsa yo'q bu yerda. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz, kompaniya uchun bu juda ham katta zarar hisoblanadi. Bu sohaga faqat siz pulni o'ylab kirayotgan bo'lsangiz, adashasiz, katta pul topa olmaysiz. Sababi bo'lsa, siz pulni o'ylab kiradigan bo'lsangiz, bu ishxonadan bu ishxonaga, undan bunisiga sakrab yuradigan bo'lib qolasiz va deyarli o'zingiz ustingizda ishlab o'sa olmaysiz. Va bunaqa yuradigan bo'lsangiz, katta pul haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Uchinchisi, logistika sohasini umuman tushunmasdan turib ishga kirishga harakat qilish. Logistikaga kirishdan oldin o'zi bu sohada kimlar ishlaydi, qanday ishlaydi, nima ish qiladi, ozgina bo'lsa ham bilimga ega bo'lsangiz, bu sohaga kirganingizdan keyin kimga qanaqa murojaat qilish kerak, qanaqa ish sizga to'g'ri keladi, bu narsalarni bilib olasiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying va bu videoni logistika sohasiga kirmoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'ying.